Xitoy doiralari xalqarodagi bir qism islom dunyosiga oid masalalarda bildirgan bayonotlarida o'zlarini musulmonlarning himoyachisi qilib ko'rsatishni izchil holda davomlashtirmoqda. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi o'tgan haftadagi axborot bayonotida Shvetsiyadagi Qur'on ko'ydirish voqeasiga inkos qaytirib, 中方注意到近来一些媒体关于个别西方政客公开焚烧古兰经的报道。 o'zlarining din va madaniyatlararo dialogni tashabbus qilganligi, shunga musulmonlar dunyosi bilan hamkorlikni yaxshi olib borayotganligini bildirgan. 中方将一如既往的同伊斯兰国家共同倡导文明对话，共同维护包括穆斯林民众在内的各群体的宗教信仰自由。 Tor dunyosidagi inkoslardan ma'lum bo'lishicha, Xitoyning bu chaqiriqi Xitoyning kishilik huquq vaziyatidan, bo'libmi Uyg'urlarning siyosiy vaziyatidan xabardor kishilarning masxarasiga uchragan. Tordagi inkoslarda Xitoyning mazkur bayonot orqali musulmon dunyosini aldashga va Uyg'ur qirg'inchiligini yo'shirishga urinayotganligi ilgari surilgan. Bizning yaqinda G'uljidan egallagan bir qism uchurlarimizmi Xitoyning diniy bostirish harakatlarining tinimsiz va keng ko'lamda davom qilayotganligini isbotlamoqda. Hozir Tarkentida masjid bormi yo'qmi hozir? Masjid yo'q. Buni masjidimiz batdi. Ya, o qachon chiqilgan? Qancha yil bo'ldi bunga? 2017 chiqildi. Undaqda shu nim bo'yicha Mazavichi masjiddan qanchasi qolgan bo'ldi? Undaqda qanchasi bor? Hozir Mazavichi ikki masjid bor. G'uljin aysining Mazarisilik bir kan saqchisi mazkur yilda 2017 yilning oldida 8 masjid borligi, 2016 yil bulardan 6sining chiqib o'tilganligini oshkorildi. Aslida 2017 yilning oldida qanchasi bor Mazavichi masjiddan? Har bir kentda birdan masjid batdi. Bizniki Mazavichi eng cho'ng kent. Bizniki malda ikki masjid batdi. Shuningda qancha kanat bor? Mazada kanatdan qanchasi bor? Kentdan 7 kanat bor. 7 kanat, bir kanatda 2 bo'lsa 10 ga yaqin masjid bormi undaqda? 10 yaqin emas, 6 kentda 7 bor. Shundaqda 8 dan hozir 2si bor, 6si chiqilgan bo'ldi, shundaqmi? Ma'lum bo'lishicha, 2017 yili boshlangan cho'ng tutqunda mazkur yezdagi masjidlarning imom, xatib, ma'zin va qonuniy vakillari bo'lib, jami 70 necha masjid boshqarish hay'atidan 50 nechasi kesib o'tilgan. Bir masjidda odatda masjid hayotlaridan qanchasi bo'ldi? Nechadagi masjidda birsi qonun vakili bo'ldi, birsi imom bo'ldi, birsi ma'zin bo'ldi, birsi masjidniki endi to'q suv, ko'mir birimlarini hal qilgan bir shunday qadam bo'ldi. Boshqa Shunda bo'lganda 8 masjidda bir 70-80 masjid hayati bo'ldi degan gap. Har birisi 7-8 dan bor desak. Hozir shu masjidda imomlardan qanchasi tarbiyalashda, qanchasi bularning oldiga 16 yillik, orqasiga 3 va 4 yillikdan qamoq jazosi berilgan. bo'ldi. Xitoy bayonotchi mazkur bayonotida Uyg'urlarni qo'llab kelayotgan g'arb dunyosini ikkiyuzlimchilik bilan ayblagan va ularni islom diniga hurmat qilishga chaqirgan. 发生这样的事情，充分说明一些西方政客自我标榜的所谓尊重宗教信仰自由是何其的虚伪。 Ammo ilgari Xitoy doiralari Uyg'ur elidagi yig'ilish lagerlari haqidagi tashviqotlarda atalmish diniy asabiylikni kasallik virusiga o'xshatgan va o'zlarining kasal davolayotganligini ilgari surgan. Mustaqil kuzatkichlar Xitoyning odatdagi diniy faoliyatlarini diniy asabiylik kategoriyasiga kirgizib jazolayotganligiga asosan Xitoyning mohiyatda bütün islom dinini ma'naviy kasallik deb bekitganligi va mush mantiq bo'yicha Uyg'ur jamiyatining diniy sohasida qattiq bostirishib turayotganligini o'tirib qo'ygan edi. Mazkur kanat saqchisi o'z tavalligidan tutilgan diniy zotlarning delolaridan tafsilotidan xabari yo'qligini bildirish bilan birlikda doiralarning bostirishining asossiz emasligini, atalmish xurofiylik va qaloqlikni tugutish uchun mazkur jazolarning yo'li qo'yilganligini ilgari surdi. Yani dini asabiylikning ta'siriga uchragandaysiz. O'zining bostirish harakatlarida aktiv rol o'ynayotganligini yushunmagan bu xodim G'uljida navbatda 50 yoshdan tuvan ayollarning beshiga yog'liq artishiga ruxsat yo'qligi. Qanday beshida yog'liq bormi yo'qmi? Çoğu ayolların beshida yog'liq bor, çoğu 70-80 ga, 50-60 ga kirgan ayolların beshida yog'liq bor, onda gap yo'q bunda. Qancha yoshdan tuvandagilarda yog'liq yo'q? 50 yoshdan tuvanning beshida yog'liq yo'q. Qanday hozirgi vaqtda jamiyatning taraqqiyoti ma'sisi, ko'chada chiqsa, ko'chada chiroyli
agar bir qitim yog'liq otganligi bayqalib qolsa 24 soat tutib turilish jazosi berilganligini tilga oldi. Agar beshiga yog'liq otilsa 50 yoshdan tuvanla idiy xizmat ishlamdi, jazo qo'ylamdi. Buning jazosi nim bo'ldi? Jazosi. Hadi o kaydını buzgan adam yok. Kaydını buzgan adam yok o vakitte. Bütün kaydını buzsa kanun tertip boyunca bizim 24 saat tutturuldu. Ammo u atalmış yog'liq otish xatoligini bir qitimdan ortiq sodir qilsa, qanday jazo berilganligi haqida ma'lumot bermadi. İlgiri Yangi Sanoyisidan egallagan bir uchurimizda Hurgul Nasir ismli 19 yoshli bir qizning bir do'stiga yog'liq otishni tavsiya qilganlik uchun 10 yillik kesib o'tilganligi dalillangan. Avval içide sağan şu pesur içide bir 2 gün tude verdi. Andan ikinci o. Andan yansa gelip mandi Ekitip şunu qanchalik vaqtdan keyin bu kesken bo'ldi? Qancha kun ichida hukm chiqadi? Delo qancha kun davom qildi? Shunda olganda 2 ay bo'ldi yani. Shu sot hukmida nima deyilibdi jinoyatini? Quzal debdi şu yağlık çekmesi yaman bo'ladi degan deb uning isbot vega o'xshaydi. O'zi bu şu unda yağlıkni çekib nuqmaydan quzal ekdi bu. O'z yog'liq chekmaydi, ammo bir yerda o'tirib yog'liq cheksa yomon bo'ldi deb qo'yibdi ekanmi? Akşam aldım men bu xabarni. Hurmatli radio anglag'uchilar, turdagi inkaslarda Xitoy tarafining Uyg'ur qirg'inchiligini yo'l qo'yayotgan bir mezgilda xalqaro sahnada musulmonlar do'stlik qiyofatida o'tirg'i chiqishini islom dunyosidagi bir qism manfaatparast guruhlarni ishontirolsimi, mutlaq ko'p sondagi musulmonlarni ishontirolmaydiganligi o'tirib qo'yilmoqda.